Afg'onistonda zilziladan halok bo'lganlarning soni ortmoqda. Hozirda ularning soni 200 ga yetgan. Talukan shahrida zilzila vaqtida maktab o'quvchilarining orasida qisilish paydo bo'lgan. 12 nafar o'quvchi halok bo'lib, 35 nafar kishi jarohat olgan. Zilzilaning kuchi markazda 7,7 balga yetgan. Qutqaruvchilar halok bo'lganlarning soni ortishini ta'kidladi. Tabiiy ofat Afg'onistonga qo'shni davlatlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Saudiya Arabistonining Najran shahridagi masjidlarning birida qo'poruvchilik sodir bo'ldi. Voqeada 2 nafar kishi halok bo'lib, ondan ortig'i jarohatlandi. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, portlash shom namozi vaqtida bo'lgan. Portlash xudkush tomonidan amalga oshirilgan degan taxminlar bor. Hozirda qo'poruvchilik kim tomonidan uyushtirilgani tekshirilmoqda. Mahalliy hukumat vakillari mazkur portlash Qalqon harbiy guruh vakillariga nisbatan bo'lishi mumkin deb aytishmoqda. Livan kuch tizimlari Saudiya Arabistoniga yuborilayotgan katta miqdordagi giyohvand moddani aniqlashdi. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, Beyrut aeroportidan Arabistonning 5 nafar fuqarosi qo'lga olingan. Ulardan 2 tonna giyohvand modda olindi. Qo'lga olingan kishilar giyohvand moddalarni noqonuniy yo'l bilan xususiy samolyotda Saudiya Arabistoniga olib ketayotgan bo'lgan. Hozirda mazkur fakt bo'yicha jinoiy ish qo'zg'alib, tergov davom etmoqda.